qilmasdan yaxshi ko'raman aka. Shu sizlarni xayriya fondiga qarashingiz sabab mana shu qizimga yordam kerak bo'lganiga nima qildikda dori darmonga ekan fosforga operatsiya qilyapti. O'zi 2 marta operatsiya bo'ldi. Boshidan shul qo'ydirganmiz. Sababli sizlarga qaraganimda kuyovim yaxshi ishda qilolmadi. Agar iloji bo'lsa Hurmatli musulmon aka birodarlar, Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Birodarlar, biz inshaalloh mana shu navbatdagi muhtoj oilaga keldik. Albatta holatlarni mana eshitdinglar so'zlarini opamizni. Albatta bu farzandni og'rishligi bu juda ham ota-ona uchun azobdir birodarlar. Mana buni hozir lichenasiga va mana shuni operatsiyalariga albatta hozir bizdan mana shu Ehson fondimiz tarafdan ya'ni mablag' iltimos qilyapmiz. So'rab inshaalloh shunga aka birodarlar mana bu videomizga befarq bo'lmasdan o'zingizlarning hissalarini qo'shib inshaalloh kimda imkoni bo'lsa qancha bo'lsa Alloh uchun beringlar. Men aytamanki shu bitta inson bir inson yaxshilik qilayotganda mana bu yaxshiligini hech qachon o'ylamasanki, haligi qayga boradi nima deb o'ylamasin. Alloh uchun berdingizmi, mana bu inshaalloh sizni oxiratingizga mana bu hisobotingizga yozildi bu yaxshi amallar. Shuning uchun kimda imkon bo'lsa, mana 100 so'm bo'lsin, 200 so'm, 400 so'm, 500 so'm bo'lsin, ayamasdan solinglar. Zero mana shu muhtoj oilamizda mana shu qizlari hozir o'zimiz uyga kelib ko'rib turibmiz holatlarida. Mana hozir birinchi lichena qiladi, 2 marta operatsiya bo'lgan ekan boshidan. Hozir bir lichena qilinadi ekan, lichena olgandan keyin yana mana shu O'zbekistonga borib, shu yerda yana bir sera operatsiyasi boshlanadi ekan birodarlar. Inshaalloh shunga befarq bo'lmaysizlar. Biz inshaalloh bunga kerakli diagnoz qog'ozlarini ham inshaalloh mana bu rolikka qo'yib qo'yamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.